Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Kakashi. Xo'sh, bugun men sizlar bilan 22 ta qishloq bilan tanishib chiqamiz va ularda qanaqa narsalar bor ekanligi haqida gaplashib chiqamiz. Xo'sh, qani unda ketdik. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'ying. Bizda birinchi qishloq bo'ladi. Bu hamma bilgan 3 ta to'qqiz. Xo'sh. Mana bu birinchi qishloq. Agar bilganlar biladi, bilmaganlar 9 da 3 ta qishloq, bitta piramida bor. Men faqat piramida bilan 2 ta qishloq topganman. 3-chi qishloqni lekin hali topolmaganman. Xo'sh. 2-chi qishloq mana shu atroflarda bo'lishi kerak edi-ku. Mana. 2-chi qishloq mana. Bu yoqda ham bitta temirchining uyi bor. 3-chi qishloq esa ana shu taraflarda bo'lishi mumkin. Lekin men ham aniqini bilmayman. Lekin aniq 3 ta qishloq bor. Xo'sh. Keyingi qishloq bizda bo'ladi. Hammasi katta harfda yozasizlar, hammasini. Final. Keyingi qishloq bizda bo'ladi final. Biz tug'ildik mana qishloqda. Agar lekin sizlar mana shu tug'ilgan joylaringdan yoki sayyohdan pastga qarab tushsalaring, yo'q, adashib ketdimmi men? Mana to'g'ri topdim. Tushsalaring, sizlar qamoqxonaga tushasizlar mana. To'g'ri qamoqxonani kutubxonasiga tushasizlar. Bu yoqda hattoki maxfiy sandiqlar ham bor. Qanday ajurlik narsa bo'lmasa ham izlab ko'rsalaring topishlaring mumkin. Xo'sh. Bo'lmasa qani biza bu yoqda yana bir xususiyati bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu o'zi kichkina qishloq bo'lgani bilan, lekin agar sizlar mana shu tug'ilgan taraflaringdan orqaga qarab yursalaring, ya'ni mana shu tarafdan qarab yursalaring, bu yoqda piramida chiqadi. Mana o'sha piramida. Xo'sh. Buning ichida masalan hattoki 3 ta birda ham to'g'ri 2 ta piramidasi bor, lekin bunda unaqa narsasi yo'q. Negaki bunda 2 ta almaz bor, 1 emas mana. 1 emas, 2 ta almaz bor. Qolgan sandiqlarida ham yaxshi narsalar bor. Mana. Ko'rib turgan bo'lsalaring. Xo'sh, keyingi qishloq bizda. Keyingi qishloq bizda bo'ladi. Bu katta qishloq deb aytiladi. Mama ili katta harflarda mana shunday deb yozib olasizlar. Mana to'g'ri, mana juda ham katta qishloq. Ko'ryapsizlarmi? Juda katta qishloq. Lekin temirchining uyi bitta ekan. Shunisi bor ekanda. Mana toshli uylardan 2 ta, 3 ta bor ekan. Mana temirchining uyiga kirib ko'ramiz. Temirchining uyida qanaqa narsalar bor ekan. Xo'sh. Temirchining uyida yaxshi narsalar bor ekan. 3 ta temir va non ili 7 ta anaqa obsidian bor ekan. Xo'sh. Endi keyingi qishloq sari olg'a. Keyingi qishloq bizda bo'ladi. Bu qishloqni menga aytishganda, to'g'risini aytsam, bu qishloq hali o'xshaydimi? O'xshamaymi bilmayman. Qani hozir yozib ko'ramiz-da.
Agar o'xshamasa kechirasizlar. Xo'sh, qani bizda ha bo'ldi. 2 marta urinib ko'raylik qani, agar bo'lmasa, mayli qani. Xo'sh, Shohjahon qani? Shohjahon deb yozdik. Yo'qmikan, aldashganmikan? Uzr, bu yoqda qishloq yo'q ekan. Kechirasizlar. Yanglishilmoqchilik bo'ldi. Meni aldashibdi. Keyingi qishloq bizda bo'ladi. Robot. Qarabsizlarki, voy nima bu? Qishloqni endi qayerdan topdim deydim. Mana robot. Robot qishlog'i. Kattagina qishloq ekan. Yo, let's go baby. Bu ham ancha bir katta qishloq ekan. Robot. Lekin bu yoqda temirchini uyi yo'q ekan. Xo'sh. Keyingi qishloq bo'ladi. Nomini eshitsang qo'rqib ketasizlar. Xo'sh. Katta harflarda ekan. AK-47. Qani? Shuna deb aytilgandi. AK-47. Qishloq bor ekan. AK-47 da qishloq bor ekan. Xo'sh. Mana, o'zir korоче, anglashilmoqchilik. Xo'sh, bu yoqda temirchini uyi bor ekan. Qani tushib ko'ramiz. Nimalar bor ekanligini ko'ramiz. Kirka olma, oyoq kiyim. Ili bo'yoq. Xo'sh. Keyingi qishloq bo'ladi bizda katta harflar bilan. Oddiy katta harf bilan ekan. Tilni o'zgartirsak. Mana W I 3 ta Z yozasizlar. Keyin menimcha 0. 0. Va mana biza qishloqda paydomiz. Bu qo'ziqorinli qishloq, qo'ziqorinni oldidagi qishloqda bu g'aroyib deydiki, ili mana yoqda qo'ziqorinli sigirlar ham bor ekan. Uy qurishga ham zo'r. Ana qishloq. Kichkina bo'lsa ham qishloq ekan qalay. Bu yog'i ham yashil dala. Bu yog'i oddiy sigir, u yog'i sehrgarli sigir. Xo'sh, qani ketdi. Keyingi qishloq bo'ladi bizda. Mana u son bilan yozilar ekan. 656 03. Qani? Xo'shalik men ko'rgan eng katta qishloq bu Mama Musa edi. Bu demak, misol bo'lar. Daryo deydimi? Dengizning oldida qurilgan qishloq ekan. Temirchisining uyi bor ekan. Qochibdir. Nima bor ekan? Temir qilich, 4 ta obsidian, oyoq kiyim, bosh kiyim, obsidian, bo'yoqlar bor ekan. Yaxshi. Xo'sh, keyingi qishloq bo'ladi bizda. Qaysi qishloq keyingi qishloq bizda? Steve aniqrog'i. Xo'sh, bu qishloq o'xsharmikan? O'xshasa, obunachilar like bosasizlar. Kommentga esa kakashi kachka deb yozib ketinglar. Xo'sh, ketdi. Steve. Aldashibdi meni. Lekin Steve degan qishloq bor edi shu taraflardamidi? Bu tarafga yurish kerak edi. Istayam yo'q. Mana shu tarafga yuraychi, qishloq chiqadi deydi. Mana.
Hozir topila qolsang-chi, meni uyaltirma. Nimaga qishloq chiqmadik? Hozir qani yana bir minutlar izlagich chiqsa, lekin like bosinglar. Nahotki qishloq yo'qmi, lekin men yoqda hozir quduq ko'rdim, nima? Mayli. Bu ham yolg'on xabar menimcha. Ham bilmam. Balkim bordir yoki ben ko'rmayotgandirman. Xo'sh. Keyingi qishloq bizada sal uzunroq ekan, qani. Bu ham son bilan yozilar ekan. 225 518 518 663. Qani bo'lmasa bosamiz qishloq sari. Qishloq ko'tariladi devdi-ku. Yana qishloq yo'qmi? Yana meni aldashganmi? Odam degan inson bir insofli bo'lish kerak-da. Oho, mana qishloq topildi. Qishloq topildi. Demak, tug'ilgan joylaringdan orqaga qarab yurar ekansizlar. Har qanday qishloq topildi. Men shunga xursandman. Bunda qilich, daraxt, olma, bo'yoqlar bor ekan. Xo'sh, qani keyingi qishloq sari. Go. Keyingi qishloq bo'ladi bizda 98. Mana bundan bu yoqqa qarab yurasizlar. Tug'ilgan joylardan bu yoqqa qarab yursanglar, bir emas, ikkita qishloq chiqadi va piramida ham chiqadi. Mana birinchi qishloq bu. Bu tarafda mana bitta piramida, uning ichida taniqli narsa yo'q deb olmayman, deyarli shundayda, lekin bu tarafda temirchining uyi, narsalari bor. Bu yoqda ana o'yinchilar tashab ketgan egar ham bor. Hozir ko'rsataman. Mana o'yinchilar tashab ketgan egar, olma, shim, 3 ta temir. Men bitta narsaga guvoh bo'lganman. O'zim mana shu zonada o'ynagan paytim, mana shu o'rmon ichida ikkita qishloq topib olganman-da. Lekin qayerda ekanligini taxminan ayta olmayman, lekin mana shu o'rmon zorining ichida ikkita qishloq topib olganman-da. Qani izlashga harakat qilyapmiz. Demak yo'q. Xo'sh. Bu worlddan chiqib ketamiz. Xo'sh. Hammaga xayr, obunachilar. Hozirchalik mana shu qishloqlar bo'ladi. Keyingi video chiqishini xohlasanglar, like bosib, kommentga kakashi zo'r deb yozib ketinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Xo'sh.